Mana tashqaridan ko'rinish, ko'cha tomondan ko'rinish hozirgi binoni. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Navbatdagi obyektdan ozgina video qilib ko'rsatmoqchiman. Ko'rib turganlaridek, 2 etajlik bino ko'tarilyapti. Xullas, hozircha tomga tayyor bo'ldi, lombaslari bosilib, g'ishtlar, sesmalar hamma yo'q quyildi. Hozir navbatma-navbat ko'rsatib o'tamiz. Birinchi etaj ozgina bardayroq, chunki bu yerda hozir ustalar ishni tugatdi, lombas bosildi, loy qilindi. Shuning uchun ikkinchi etajdan astalik bilan ko'rsatib o'tamiz. Birinchi etaj o'zi xonalari ham kam. Ko'proq kattaroq, katta zal qilingan, mana ko'rib turganlaridek. Naryoqda bitta xona bor. Naryoqda oshxona, letniy kuxna bo'lmoqchi. Shu yerdan bitta lestnitsa chiqqan, uni ham qaytishda ko'rsatib o'tamiz. Hozir bu tomondan chiqadigan bo'lsak, bu tomon podvalga tushib ketiladi. Bu yerda 15 metrli podval bo'lgan. Tak, bu yerda ham bor. Ikkita xona bor, katta mehmonxona bo'lyapti. Bu tomondan lestnitsadan chiqsak, ikkinchi etajga chiqib o'tamiz. Tak, bu tomon katta zal bo'lyapti. Bu keyinchalik pergorodga qilib to'sib o'zlariga moslab olmoqchiga, hozirchalik shunday qolaversin dedi. Tak, bu tomonga o'tamiz. Birinchi bu tomondan tekshirsak, ko'rib turganlaridek bu yer koridor. Bu tomonda bitta xona bo'lgan. 5 ga 480 razmerlari. Bu lombas to'sinlarga kuch kelmasligi uchun vaqtinchalik vremenga qo'yib qo'yilgan. Bu ikkinchi xonamiz. Bu yerda mehmonxona bo'lyapti. Bu yerda esa tetiski bor, bitta kichkinagina. Bu o'rta koridor. Bu yerda ham yana bitta xona bor. Xonalar razmeri, bu xonaning razmeri 5.30 mi degan, shunday 5.30 ga 3.60 eni. Bu tomondan ko'rishi, bu to'g'ri shunday qoladi. Oldi ponni aynay bo'ladi. Bu tomondan ko'rinadi. Bu esa balkon. Hozir chiqib ko'rsatamiz balkonini ham. Bu yer balkon bo'ladi. Endi chiqqandan chap tomonga yuramiz. Bu yerda aytib o'tdik, keyinchalik o'zlariga moslab o'rtadan pergorodga qilib to'sib oladigan bo'ldi. Bu uyda ikkinchi etajning bo'yi 3.20 bo'lgan. Bu tomonda tualet, dush 2 metrga 2 metr kvadratli holatda. Bu tomonda ham shunday. Bu yer dush 2 metrga, eni 2 metr bo'lsa, uzunligi 250. Bular aytib o'tgandek lombas uchun, to'sinlarga kuch kelmasligi uchun qo'yilgan. Tak, bu yer shunday ko'rib turibsizlar, bu tomoni polni aynay bilan to'siladi. Bu yerda o'zlariga moslab bu yerda stol qo'yib
atrof tomosha qilib choy ichib o'tiriladi. Uyimiz bu tomondan ko'rinishi mana. Xudo xolasa tom ham yopilish jarayonlarini chiroyli qilib video qilib qo'yamiz. Hozircha lombas bozildi, sarapillar endi boshlanadi ko'tarilish. Bu yerdan ham bitta lestnitsa tushgan. Bu o'rta letniy kuxna bo'ladi. Bu yerda ham podval bor, kichkinagina. Hali u yoqda lestnitsasi qo'yilgan yo'q. Mana bu o'rtadan tushib ketiladi podvalga. Bu yoq ozgina bardaylik uchun bu tomonga yurmay qo'yamiz. Tak, hozir ko'cha tomondan ham bir ko'rinishini olib ko'rsataman. Mana bu yerda podval bor. Podvalni ham bir qator ko'rsatib qo'ying. Podvalni 5 ga 15 metr uzunligi, 14 metr uzunligi. Bu yer ozgina qorong'u ekan, ko'rinmaydi. Eni 5 metr, uzunligi tak 14 metr. Juda katta podval bo'lgan bu yer. Bo'yi 280 bo'lgan. Bu yer esa darvozaxona bo'lgan. 6 metr bo'ldi eni. Ko'rib turibsizlar. Juda katta bo'lgan darvozaxona ham. Podvalimizni yana bir bor ko'rsatib o'tamiz. Hozir ozgina qorong'irab olib ko'rinmaydi. Aniq ko'rinmaydi. Podvalda katta kichikligini hozir anglab olmadim. Shuning uchun bir qatorgina ko'rsatib o'taylik deb. Mana ko'rib turganinglardek o'ta katta bo'lgan podval. Bu teshiklardan santexnik turbalari chiqib ketadigan bo'lgan. Shu podvalda yana shunday nimadan foydalanyaptiki, bunaqa suv bochkalar, misol dush, tualet, shular uchun suv bochkalar qo'yilgan, kotelni qo'yiladi. Shu narsalarga ham podvalga kirib ketadigan bo'ldi. Shuna podvalda holati xuddi shunday. Eni 5 metr, uzunligi 14 metr bo'lyapti.